Nodir aka. Ne unaqa o'zgarib qoldingiz? Oldingidek emassiz-da. Mehringiz kamayib qolgan, e'tiboringiz kamayib qolgan. Juda ham kam kelyapsiz. Kelyapman-u. Kelmayotgan bo'lsam ham mayli aka. E'tibor xohlamayman. Mehr xohlamayman. Qanaqa e'tibor kerak yana senga? Mana uy qilib bergan bo'lsam, tengi mashina olib berib qo'ygan bo'lsam, hamma narsang bor. Pul berib turgan bo'lsam, asabga tegasan, Yoqmayotgan bo'lsa nima qilib yashab yuribsiz men bilan? Shuncha gapirgan gaplaringiz yolg'onmi? Bu uy meni nomimda. Siz chiqib ketasiz, men emas. Yoqmayotgan bo'lsa, ketishingiz mumkin. endi asl basharangni ko'rsating-da. Senga faqat pul kerak. O'zi jonimga tegding, boru. Menga yoqmas eding. Xullas-chi, o'lib ketmaysanmi? O'zimga kerakligini oldim, sen ham o'zingga kerakligini ol. Sen o'rgandim sendagi xotinlar. Mana cho'rniga tiqib qo'yibdimi bu? So'rayotgan abonent xizmat doirasidan tashqarida. Bu kim bo'ldi? Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nodirga aytib qo'ying. Mashinani arendaga olgandan keyin pulni vaqtida qilib bersin. 4 oydan beri sabr qilib kelyapman. Qanaqa arenda, qanaqa mashina? Mendan 877 Tesla'ni olgan arendaga deb. Aytib qo'ying, erizmi, kim Nodir haftaning oxirigacha muhlat. Bersin, bo'lmasa mashinani tortib olaman. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Uzr, tanimadim. Tanimaysiz shunaqa? Nodir qani? Nodir aka, nima qilasiz? 2 oydan bir mana bu kvartirani arendasini bergan yo'q. O'zi ham yo'q bo'lib qolgan, topolmayapman. Uy. Meni nomimga olingan uy-ku. Kvartiraga berganman oyiga 1,5 mingdan. 2 oydan bir Nodirni o'zi yo'q. Qo'shatib qo'ying. Sizga bir hafta muhlat beraman. Bo'ldi. Mani boshqa gapim qolmadi. Mana shu uyni ko'rsatgan edi. Bu uyni kadastri chiqqanda ham seni nomingga o'tkazib beraman degan edi. Bilsam, bu uy kvartiraga olingan ekan, tog'a. Uni ustiga haydab yurgan mashinamni ham arendaga olib bergan ekan. Iltimos, yordam bering. Men senga nima degandim, jiyan? O'sha vaqtda. Oilangni o'zing barbod qilding. Nima sen erdan ajrashib, mazza qilib zo'r yashayman deb o'ylaganmiding? Erdan ajrashgan ayolga hamma yaxshi gapiradi, yaxshi e'tibor beradi deb o'ylaysanmi? Hammasini maqsadi sendan bir marta foydalanguncha. Sen nafaqat bu dunyoyingni, oxiratingni ham so'roq ostiga qo'yib qo'yding. Bitta odamning umrini ham o'g'il qilding. Bu bola ham senga ishonib, yaxshi niyatlarda uylangan edi. Keyin ish o'tdi endi. Davay narsalaringni yig'ishtir, bugundan biz bilan yashaysan. yaxshi, zo'r hayotda yashayman deb o'ylaysizmi? Yo'q. Bunaqa hayotning badali sizning tanangiz bo'ladi. O'zingizni arzon sotmang.